Assalomu alaykum hammaga. Bugun men sizlar bilan O'zbekistonda o'tgan bir kunimni bo'lishmoqchiman. Kunimizni Yandex taksi zakaz qilib, Samarqand darvozaga borishdan boshladik. Kстати, bu men. Salom. Birinchi lokatsiyamiz bu Serebro sotadigan joy. Singlim o'ziga bir nima qidirdi va topdi. Красивая такая. Keyin biz Gul magaziniga kirib, ramashka tanladik. Mana buni. Juda ham chiroyli. Bu ramashkani biz hozir sizlar bilan taksiga yana o'tirib, Zhukovskaya poliklinikaga borib, xolamni yo'llariga tashlab kelamiz. Xolam ozgina mazalari bo'lmay qolibdi. Palata liftga chiqib, bashila kiyib, xolamni juda ham tez ko'rib ketdik, chunki keyinchalik bizning qiladigan ishimiz bor edi. Dedushkam ularga qaytib kelib, hammamiz yig'ilib, yana taksiga o'tirib, mani dedushkamni opalari, to есть mani oyimni ammalarni uylariga keldik. Uylari juda ham chiroyli, fayzli. Ana bu biz hammamiz yig'ildik. Маленькая часть. Uzoqda joylashmagan. Undan keyin bizani Marhamat choyxonasiga taklif qildilar. Juda ham chiroyli, живописно, ovqatlari shirin choyxona ekan. Stol bunaqa bezatilgan, bu man. Kontent olishim uchun mani oshxonaga kirgizishdi. Shunga rahmat. Juda ham toza, chiroyli oshxona ekan. Hidlari zo'r. Mana bu osh bizaga kirdi keyinroq. Bu palma daraxti. Oshdan oldin ukam bilan ozgina bilyard o'ynashga qaror qildik, lekin birinchi, ikkinchi udardan keyin sekin qarasak, osh kelib qoldi. O'shanga yana stolga o'tirishga majbur bo'ldik. Osh yeb olib, sekingina tura qoldik, chunki kechga yana planlarimiz bor edi. Keyin bizani olib borib qo'yishdi. Rahmat, keyingi videoda ko'rishguncha.